Bugun sizlar bilan saperning bilan birga bir o'tishganda lobbidan tepib chiqarishni o'rganamiz. Birinchi navbatda har doim qilmoqchi bo'lgan ishingizni analiz qiling. Har doim Niyajdinni push qiling. Boya aytib o'tganimdek, o'yinni analiz qiling va chiqadigan joyiga qarab o'ting. Raqibingizni o'ziga ishongan pozitsiyada kutib oling. Protivningizdan ancha oldin shotda bo'lsangiz, faqat push qilishni unutmang. Sababi bu uni shoshiltirib qo'yadi. Protivningiz harakat qiling, pozitsiya olishga ulgurmasin. Barchamizda imina mana shu holat bo'ladi. Bundan qanday to'g'ri foydalanish kerakligini biling. Har doim push qilmoqchi bo'lsangiz, o'tayotgan o'qni yarmidan keyin chiqing. Sizga ozgina bo'lsa ham foydam tekkan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.